Assalamualaikum ekrandagi aziz ko'rmanlar. Kechliklar xayrli olsun. Ben Adil Uyg'ur. Uyg'ur Tadqiqot instituti nomidan hammanglarga samimiy salom yo'llaymiz. Har hafta institutimizning mudiri, shundaqla Hacettepe Universiteti Edebiyat Fakülteti tarix bilimi o'qituvchisi dotsent doktor Erkin Akram muallim bilan o'tkazib kelayotgan xalqaro vaziyat va kun tartibli programmamizdagi yangi bölümü huzuringizda bo'ldi. Erkin muallim hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Amerika'da çıkıdığan Washington Posta gazetede Xitoyninki mingini kontrol qilish qurolini ishlab chiqarganligini xabar qildi. Xabarda bu qurolninki insonni o'ldirmaydiganligini, lekin insonni palachalga tushib qo'ydiganligi bildirildi. Bu haqiqatan bir qo'rqinchli ahvol ekanligini, Xitoyning bu yaqinqi keyingi mezgillarda harbiy sohaga intayin zo'r mablag'larni silib nurg'un ilg'or qurollarni ishlab chiqarganligini alohida eskartildi. Biz bugungi programmamizda Xitoy qachondan beri mushtaq bir sohaga mablag' sevatganligi, Xitoy bu qurolni qaysi sohada kimlarga ishlatadiganligi, shundaqla agar bu qurol texmi umumlashib ketib qolsa, Sharq Turkiston jumladan Uyg'urlarga ishiltish ehtimolining bor yo'qligi va yoki bu qurolni ishlab chiqarish bilan Xitoyniki xalqaro bo'lib Amerika bilan bo'lgan munosabatda qaysi xil shaklda yoki munosabatni qaysi xil shaklda ta'sir ko'rsatganligi haqida mulohaza qilib boramiz. Muallim oldi bilan bu Xitoyning bu harbiy sohada shakllantirgan yoki texnologiya sohasida ijod qilgan bu qurolni siz qanday tushundingiz? Bu insan oğlu şu sağlam meselesinde şu tıbbiye yani medisina tadqiqotlar keyingi 200 yılının içinde pek terakki kıldı. Bütün vücudunki organlarını hemmisini bilaleydiğen halığa geldi. Bulup mu hazırki teknolojiyle birlikte organlarınki şekili, işleyişi, fonksiyası, kandak vaxtıda kandak hareket kılıdı yoki kılmaydı bilip ketdi. Ama şu mingi kelgen çağda biraz kıyın buluyordu. Çünkü fizyologiya jettin bu mingni bilaleydi. Hem de 10 ming ve sol mingninki fonksiyasını hazır çık bilip ketdi. Fakat bu ming kandak oylaydı, kandak tefekkür kılıdı ve aşı hücreler kanda birbirisi bile alaka kurup konu nesini oylap çıkarlaydıgan, yani isim keltireleydigan ve şundakla burunki tecrübesiyle yeni neslerini, yeni göz kararışlar, fikirlerini kandar yaratıdığan degandek bu jetdeki fonksiyasını tehi toluq bilip ketken emesdi. Ama hazır teknoloji terakki kılıyordu. Yani sunni akılını yaratışka tırışıyordu hazır. Şununla muşu hazırki teknoloji bile, yüksek teknoloji bile mingnin nimildigini yalğızla fizyoloji jettin emas, aşu tefekkür ve psikoloji jettin kandak bulduğanlığını tadqiq qilib, mevcut teknolojininki misalga bir avazninki dolquni bile, yoki bir misalga bir cho'ng bir hareket sağlagan vaqtida u hareketning yaratgan bu dolquni degandek. Aşlar bilan mingni qandaq ta'sir yetkazadigan bilan munosabatlik nurg'un sınaqlama qilinyapti ba'zi davlatlarda maxfiy. Çünkü bazı dolqunlar insanlarninki şu mingning yüzünün içinde şekillengen dolqunni buzib qo'ydigan ahvol bor. Buzib qo'ysa bu adam vaqtincha bir kalısı işlemaydigan fonksiyasını icra kılamaydigan hali keldi. Aşı boşluktan qandaq bu adamninki nima o'ylab, nima tushunganligini tepilish bu 1950 ve 70'lerde Amerika'nın CIA'ninki projesi bulup bunu sınagan. Ama kim bu demokrasi, insan hakları degan kıymet qarashlarga xilaf bo'lg'achqa buni 1970'lerin başından itibaren bekar qilgan. Ama Sovyetler vaqtida bunun tadqiqotini ilib borgan. Hatta Leninninki mingnisini ilib, onuma tadqiq qilgan. Lenin qanday bir adamdi. Hazır hem de teknoloji burunqa qargan chaqda xila bir yüksek buluyordu. Şununla hazır seninki yüz ifadeden
ko'zingninki, qarchuqninki harakatidan, onunki ko'z qapaqninki qancha qitim yepilib ichilishi degandek, shu burunninki, manzimizningki, quloqninki harakatlari bilan birlikda mingninki qanday buyruq berganligini shunday ugunib, mingni kontrol qilishninki yo'lini izlayapti. Ama bu %100 bo'ldi mu? Hozircha bir davlat yoki bir tadqiqot institutsiyasi qurib, buni shunday hal qilyapti degani yo'q. Ama devletler o'zininki siyosiy partiyaninki muqimligini, misol Xitoyni desak, muqimligini qo'g'dab qilish va butun xalqni uningga biat qilishini zo'rlash va shundaqla Xitoyni qo'rqmay turib boshqara oladigan, yani isyon chiqamdi, jidal chiqamdi, uningdan ansirab ketmay, chunki chiqib bo'lguncha men bir bo'lman deydi. Bo'libmi hozirgi bulut hisoblama deydigan ishlar var. Xil ma'lumotlarni bir yerga yig'sang, o program senin için analiz qilib turadi sening. Bu burun belki bir necha yil ketgan bo'lsa, hozir bir necha sekund bilan chiqarg'ili bo'ldi ba'zi ma'lumotlarni. Bunga Xitoydagi davlatlar bunga bek qiziqadi. Ve mingni kontrol ostiga olgandan keyin endi o inson bir robotga aylandi. Kelgusinde mi robotlar mı vazifani oladi bu dünyada. Nurg'un meslekler, nurg'un kesipler yo'qolib ketadi. Shu robotdan tugaydi. Yani insonni bir robot haliga kelgan chog'da oson boshqarib bo'ladi. Endi buningga doğru berib, misolga to'g'ridan doğru berib, doğru bilan kontrol qilish, belki men degan to'lqinlar bilan mingni kontrol qilish, chunki sening mingdagi to'lqinninki ritmi bilan bergan ovoz yoki başka metaldan çıkan avazlar olsun, insanın avazı olsun, kılkıl avaz dolkunuyla seninle paralel kılgan çağda seninki dolkununu paralel hale ekegende oğurlayalaydı seninki neyim oynavatkın. Onu hem de neyime bile sızıp onunki haritasını çıkaramaydı. Xitay müşünde kılıp aslında hakimiyetini başkuruşka tırışıyordu. Hem de Xitayga o'xshash davlatlar Xitoydan mushunda bir texnikni o'rganishni xohlaydi. Shuningga hozir xalqaroda bunga qarshi bir qonun yo'q, xalqaro qonun degan yoki kelishim damnoma degandek. Shuningga hamma davlat yipiq bir shaklda, hamma davlat emas-da, ya'ni ba'zi davlatlar yipiq bir shaklda buning tadqiqotini ilib beryapti. Muallim, mingni kontrol qilish quroli dedik. Bu elbette Xitoyninki texnik qobiliyatiga bios munosabatlik, ammo siyosiy hakimiyat shakliga bog'lab kelsak bu ishni. Zaten Xitoy ezelden, ya'ni Konzu ideyasidan boshlab kommunizm yoki sotsializm ideyasi va hozirgi Xi Jinpingninki va ideyasi qatorliqlar hammasi amaliyotda o'zining xalqini kontrol qilish. Asosiy maqsadi kontrol qilish. Agar kontrol qilolmasa, ularni yo'q qilish yoki asl yot millatlar bo'lsa bizga o'xshash, ular asl yo'q qilish. Yani Xitoy uchun bu amaliyotda burun bizni ideya bilan boshqarib kontrol qilgan bo'lsa, hozir siz degandek ideyaning ustiga qo'shiblar, hozirda texnikalik ortiqlikdan foydalanib, texnik oson kontrol qiladigan bir seviyaga yetdi desak bo'ladi. Bu amaliyotda sizcha bir davlatninki hokimiyat shaklidan zich munosabatlik deb qarasak bo'ladimi? Xalqni boshqarish nuqtasi. Masalan, Amerikaniki yoki Turkiya yoki Yevropa ittifoqi qatorliq demokratik ellarninki quldi bo'lib qolsa, belki xalqini kontrol qilish uchun emas, belki o'zini qo'llash uchun ishlatish mumkin. Ammo Xitoy buni tamoman hem o'zining xalqini kontrol qilish, hem bizga o'xshash mustamlaka ostidagi millatlarni kontrol qilish va texnik oson yo'q qilish uchun ishlatish mumkin. Bu belki Xitoy uchun bir ortiqchilik olib kelishi mumkin. Sizce biz uchun, ya'ni Sharq Turkistonliklar uchun buni ishlatish ehtimoli bormi, yo'qmi? Bor deb o'ylayman. Men hatto ba'zi sinoqlarni ilib berilyapti deb taxmin qilaman. Bizningki shu psixologiya jihatdan, siyosiy jihatdan so'zlaydigan bir so'z bor. Bu mingni yuyish degan. Bu mingni yuyish, ya'ni brainwashing degan bir hukmni 1900
45'te oturup çıktı ve Kore uruşudan keyin bu hukumni işletishga başladı. Yani bu nima deganda Kore urushi vaqtida Xitoyga esir tushgan ba'zi Amerika harbiylar var. Bu harbiylarni ilib bir kampda tarbiyalab bularni. Shu ideya bilan her gün bularni mengisiga qo'yib en yaxshi vaqt qancha soat degan 9 akşam 5gacha mengisiga qo'yaylik. Undan keyin akşam 8dan 10gacha yana bir qo'yaylik deb shunda tarbiyaladi deymizda. Şundan dolayı hakikaten bazı Amerika askerler, harbiylar shu komünizm ideyasini qabul qilib, ondan Amerika qaytdi. Misaliga, bu Türk harbiylarma Xitoyningki qo'liga tushgan ahvol bor. Misaliga, o askerlarma ba'zilari Turkiyaga qaytmadi. Xitoyda qoldi, chunki kommunizm yaxshi keldi. Shu tarbiyalashuvlar bo'ldi. Shuning bilan bu nurg'un misallarma var. Misalga Sovyetlermi şundaktı. Nazi Germaniya şundaktı. Japonya, o 2. Dünya Uruşu'ndaki Japonya mı şundaktı. Misalga değil bu Mekeveli meselesi. Misalga o devlet heminden üstün, hakimiyet heminden üstün halk aşı hakimiyetke biat kılış ve devlet aşı halkını özgür biat kılış için mecburleş diyen nime var. Düşünce var. Yana onun da aldığı Abbas'ın misalga Orta Çağ boyunca şu Avrupa'da bütün düşünce, ideya, yaşam ve şundaklar bazı kaydılar, kültürler, folklorlar hemisi şu papazlarınki diyen ideyasıyla şekillenir. Tarih yazsama, aşındak yazsa, edebiyat yazsama, şunda yazsa, felsefe yazsama, şunda yazsa, ama başka ideya bulmayı. Uyadım. Tiximi aldığı Abbaslar, misalga Platon'unki vaxtida bir ideal bir devlet cemiyetini kösetken. Şununla şu devlet, şu şekildeki devletke iriş için başka düşünce, başka devlet düşünceni kabul kılmaslık. Ve ulanı terbiyeleş bile, mektep yolu bile, ya ki bu müzakere, talaş, tartış yolu bile bunu aşındak şekil biriş. Yani aslında insan oğlunun tarihinde bundan nesle kötü. Mesela Konuz'un ideyası aşındak. Han sülalesinden itibaren bunu bir resmi devletinki ideolojisi de kabul kıldı. Kıganlıkin bunu mektepte üyütüş, sarayda üyütüş ve bilim adamlar eğer de Konuz'un ideyasını bilmese o bilim adam bulamaydı. Şununla Konuz'un ideyasından başka ideyelerini terkip veya bunu tabirlese bunu kabul kılamaydı. 2000 yıl Konuz'un ideyası şu Xitay'ınki siyasi medeniyetinki en çok ideolojisi oldu. Yani buna yine de Daoizm, ondan denki Budizm var yani başka ideyler var ama esas şu merkezde Konuz'unki nimisi var. Kaçan bu Mançur İmperiyası yıkıldı. Xitay bu nime inkılapçılar hemmenin bozgan şu Konuz'un ideyasıyla biz terakki kılamagan G'arblarga karşı tayak yap geldik. Bazıgıcı izliyatımızda ondan keyin Konuz'a bir hücum kıldı. Ama yana G'arbni tüzerek bilemedi. Çünkü o vaqtlarda G'arbni bilmiş için iki narsaga ahamiyat bergan. Yani demokrasi ve bu teknoloji. Şununla bu Xitay şu Japonya'nın işgaldan keyin de hazırda degan demokrasi ve teknoloji deganini ilk tashlab etdi. O'zi bilgan bir xil nima bilan, ya'ni Marksizm bilan yoki Leninizm bilan, Stalinizm bilan, Maoizm bilan jug'urlagan aslında yani shu sülale vaqtidagi boshqarish stili bilan, shu mohiyati bilan ilib borgan, ama qilib chetdan Marksizmda mang'izgan bir ideoloji bilan davom qilib keldi. Hem de bu Komünist Parti'ninki başkurvatkan devletke sen boy sunmasan, o vaxtada sana ceza verdi.
Agarda yenik bir xato ishilgan bo'lsang, seni lavgay, lavjov degan narsalar seni o'zgartiradi. O'mi bo'lmasa turmaga tashlaydi. Agarda turmadimi yana o'zgarmasang, sening jinini oladi. Mushundaq bir siyosiy bisim bilan o'zininki tushunchaga moslashtirish va o'zining tushunchasiga bog'lash mushu Xitoy Kommunist Partiyaninki eng yaxshi bildirilgan ishi. 1921da birinchi qatim Komünist Parti'nin yig'ini ichilgan vaqtida mushu tashviqot ochayli deb bu tabii 1919'da bu Lenin'in bu teşvikatıyla partininki gücünü güçlendiriş, teşvikat degan narsa medeniyet, kültür. Teşvikat ve kültür degan partimizning, yani Bolşevik partininki ruhu da var. Şu yerden öğrengen Komünist Partisi. Hem de bu Tibet'dek, Moğolistan'dek, Şarkı Türkistan'dek rayonlar o bir Silvagan rayon bo'lgandan keyin, bir Silvagan rayon bo'lg'achqa, bu rayon Xitoy uchun devamlı bir xil ensirashni yaratdi bu rayon. Yani qo'ldan chiqib ketadi. Hamda bularni o'ziga bog'lash uchun markaziy ABX degan tushuncha, ideologiya bog'lash uchun bu xalqni majburlaydi. Mushu hozir buna yeslidan itibaren üniversitagacha bularni tarbiyalashga tirishmoqda. Bu rayondaki xalq burun Xitoy bilan aloqasi bo'lmag'achqa, ki aloqasi bo'lgan bo'lsa, Sharq Turkistonda islomlashmasdi. Sharq Turkiston uyg'urlashmasdi. Yani örf-odatlar boshqacha bo'ladi, tili boshqacha bo'ladi. Xitoy bilan agarda Xitoyning yeri bo'lgan bo'lsa, Xitoy bilan o'xshash bo'ladi adataman degan omillar. Bo'lmag'achqa bularni o'xshashlashtirish masalasi. Burunmi degandik, bu Xitoyningki Ko'ngizning ideyasining bir qismi bor. Ondan keyin mavu ulus devlet kurumuz deb, milliy devlet kurumuz deb, milliy devlet degan hukmni o'xshash holiga akilish degan, ya'ni bu homogenlashtirish deb tushundim. Ondan keyin bu Xitoy hokimiyatiningki xavfsizligi uchun, bu mayli rayon chegara xavfsizligi bo'lsin, nefit, tabiiy gaz ve qolgan qimmatlik manbalar bo'lsin, bularninki xavfsizligi dedik. Bu xavfsizlikni qo'llash va hozirgi mavzuatgan Yeni İpek Yolu stratejisining xavfsizligini qo'llab qilish uchun Sharq Turkistonda keng ko'lamda shunday ming yuyish va shundaqla mingni kontrol qilish abatman deganda xilli uslublarla hammasini shu markazga bog'lamoqchi. Bir misalni beray. Bu rayon Müslümanlar ko'p sonda. Müslümanlar cho'qindigan Allah bo'ladi. Xitoy deydi Komünist Partiyaga cho'qinsin. Undaqda Sharq Turkistonliklarni Allah bilan Xitoy Komünist Partiyaning orasiga birisini tanlaysa deb bir qiyin ahvolga tashlab qo'ydi. Shuningga jamining ustida partiyani suysa, Xitoyni suysa deb yeziqli. Bu aslında shunday bir ming yuyish bilan ABX degan mingni kontrol qilish, texnologiya jihatdan, psixologiya jihatdan emas, siyosiy jihatdan mingni kontrol qilishniki uslubdir. Shuningga ABX degan Xitoy uchun, Sharq Turkistonninki muqimligi qo'llanish uchun Sharq Turkiston xalqini hozirdan boshlablar bu ming yuyish va mingni ta'sir ostiga ilish va ega bo'lgan texnologiya bilan mingni tadqiq qilib, mingni kontrol ostiga ilish degandek yo'l bilan mingmoto damladi. Haqiqatan siz degandek ma'lum bu hozirgi ba'zi mutafakkirlar Xitoyning bu hokimiyat shaklini, bular bu texnikadan foydalanib qilayotgan hokimiyat shaklini digital diktatorlik deydi ekan hamda. Hozirgi ta'bir bo'yicha ilk qilgan vaqtida. Ma'lum Xitoyning bu ishlab chiqargan yangi quroli, ming kontrolchi quroli Xitoyning xalqarada texim ustun o'ringa ega qolandi. Masalan, cho'ng kuchlar oldida. Yalnızla teknoloji deydigan bo'lsak, dunyoda bir devletni ustun qildigan bir omil. Hem de bir cho'ng bir omil. Misolga birinchi sanayi Angliyada 18-asrda Angliyada patlab chiqdi ve ona sanayi inqilobi deydi.
Ondan keyin İngilizce dünyanın en çok devleti ekeldi. Çünkü sen yüksek teknolojiye ilgi bo'lg'achqa, mayli parxodni mang'uzish, poyezdni mang'uzish, arıplarni ushquzish va shundaqla yeni qurollarni ijod qilish chetda senga bir o'ng'aylik yaratib berdi. Sen o kuchga ega bo'lg'achqa, boshqalarni yengillaydigan kuchga ega bo'lasan. Hamda misolga zavodda bo'lsa-ma, mashinang yaxshi bo'lsa, yaxshi ishlaydi o zavod. Misolga itizda bo'lsa-ma, agarda texnologiya bilan qurashtirgan bir mashin bo'lgan bo'lsa, o itizda o texma necha odamninki, misolga 100 odamning ishini bir traktor qila oladi. Yoki bir kompaniya qila oladi. Ama ikkinchi sanayi inqilobi deyli, bu Amerikada meydana keldi. Yani 19. asırda. Bu bo'lsa, hozirgi biz deyotgan elektrik bilan munosabatlik hamma nima. Mushu chiroq deymiz, telefon deymiz, bundan keyin hozirgi mushu to'nglatqu deymiz, bu yer supuradigan mashina deymiz, degandek hamma nima mushu elektrik bilan ishlaydigan hamma nima Amerikada paydo bo'ldi. Shuning bilan İngilizce acizleşiyor, Amerika yükselişi. Amerika Birinci Dünya Uruşu'dan evvel işlep çıkarış gücü İngilizce'ye yetişip bağlandı. Bu mesela içki uruştan teki çıkıp yüzüne teki oңşamay yürüyen bir Amerika. Onun denkin etraftaki devletler yani devletliğini hem de aşı kolonik rayonlarını misalga İspanya'dan, Meksika'dan aldı misalga. Aşı canlama battı değil mi de? Onun keyin g'arbga qarab ichilib mangdi. Ama qisqa bir zaman içinde, vaqtning içinde yükselip keldi. Dünyavi devlet bo'lişi tabii ki Birinci Dünya Uruşu'ndan keyingi taraqqiyotlar bo'ldi. Üçüncü sanayimi Amerika'da meydana keldi. Hazır biz deyotgan mushu dijital sanayi deymiz, mushu bilişim teknologiya deymiz, ilim bilan shug'ullangan teknologiya deymiz. Hazır ishlayotgan kompüterler, mushu nima internetler degandek. Bu Amerika'da paydo bo'ldi. Shunga Amerikani hozirgacha Amerika qilyapti. Dördüncü sanayi hammamizning bilgandek mushu sun'iy aql sanayi. Bu mu bir inqilab? Shunga tarixdan qaraydigan bo'lsak, haqiqatan kelgandek, kim mushu 4. sanayiga ega bo'lsa, o endi jahonning beshigiga keldi. Shunga Xitoy, Hindiston, Japoniya, Amerika degandek, Germaniya degandek devletler mush 4. sanayining beshi bo'laman deb hozirgacha tirishib kelyapti. Xitoy ma'lum ba'zi sohalarda hali bir kuchga ega bo'ldi texnologiya. Ama umumiy jihatdan shuna bir kuchga ega bo'lish Xitoy uchun yana bir mezgil bor. Ama Xitoy boshladi. Boshlagandan keyin arkasi kelish mumkin agarda xato bir siyoset qilmasa, iqtisodiy manfaatlarini qo'g'day olsa ve jamiyatda bir çatak çıkmasa, yani isyanlar çıkmasa, partinin içinde uruş cidel çıkmasa, degandek nurgun hatalar bo'lmasa, Xitoyninki bu 4. sanayida ihtimali var. Ama ben ebey degan o bo'lmasa degan omillarni hammani kontrol qilish yoki hatasız qilish o'ng'ay bir ish emas Xitoy uchun. Hamda boshqa devletlarga sen qil, men turib turay demaydi. Ularga shu nishonga qarab yuguraydi. Ba'zan shundaqki bir texnologiya birden ijod qilgan chog'da o texnologiya bilan birlikda nurg'un uşaq texnologiyalarni yengillaydigan va yeni texnologiyani yaratadigan patlashlar bo'ladi. O patlash bo'lib qolsa, hamda boshqa davlatlar qo'llab yetishmaydi. Shunga Xitoy hozir innovation degan hamda yangilik yaratish degan narsani bek chaqalayapti. Buningki ma'nosi shu, yeni bir ijodi yaratib o'zgarishga erishish. Chunki hammamiz bilamiz, bu jahonda hech o'zgarmagan narsa shu o'zgarish. Shu o'zgarib turadi. Shunga yeni ijod bilan o'zgargan taqdirda Xitoy bu texnologiyaga ega bo'ladi. Agar da ega bo'lolsa, hamda dunyoga texnologiya ihroch qiladi, hamda eksport qiladi. Eksport qilgan chog'da uning kimi
şartları buludu. Ma şartını makul desem ben sana bilmem. Bunu vermeyeyim dedi. O vaxtda hem de canlığa texnologiyani xato bir yerde, yani insanlarni o'zidan bo'lmagan millatlarni o'zining dinidan bo'lmagan qolgan dinga ishongan odamlarni yo'qotishga ishiltyotidi. Bunun yaratgan bazı siyasi cemiyet karakterlik ve xalqaro munosabatlar chetda degan meselelerini yaratib qo'ydi. Yani kelgusida texmo bir murakkab bir xalqaro munosabat o'tirib chiqadi deyishni hozirdan ta'min qilib bo'ldi. Bu vaqtda bu xalqaro munosabatda asosli rol o'ynaydigan omil texnik jihatdagi ustunlikmi muallim sizce? Bunu şu 1981'de Alvin Toffler degan bir adam var. Bu adam gelecekninki alimi, gelecekni tadqiq qilgan alim. O bir kitap yazdı 3. dolqunda. Onun degan birinci dolqun insan oğlu şu tarım bilan shug'ullangandan keyin siyasi, iqtisodiy, ma'rif, şu yashash, turmush, siyasi boshqarish sistem, nima tuzum hamma nima o'zgardi uchun. İkinci dolqun ma'u sanayiylashgandan keyin nurg'un narsalar o'zgarib ketdi. İnsanlarning uxlab qo'pish soatimi o'zgardi. Deydi 3. dolqun 21. yüzyılda başlaydı ve şundaqla ilim bile, bilim emas, ilim bile teknologiye ega bo'lgan devletler canını so'raydigan devlet bo'ladi. Bununla ega bo'lamaganlar shu canını so'rgan devletlerge hizmet qilib. Şununla bu tarihte mi ko'rsatdim. Bununki misalımı yamançı kısa bir misal bereyim. Misalga Köktürkler bu bir kabile o'z vaqtida. Bu kabile şu Ro'ran degan bir hakimiyet vardı şu Moğolistan'da. Şularınki tömücü malayıydı. Bu vaqtida tömücülük degandan ki yüksek teknoloji degandir. O tömü bile ishlab chiqargan meyli kılıç olsun, meyli hançer olsun, meyli kıngrak olsun, meyli olsun. Bular hemmisi yuqori degandir. Şununla Köktürk böyle küçük bir kabile buluş süpütü bile o'zidan necha cho'ng kabilalarni yengib oxiri bir hakanlık, kahanlık kurup çıktı. Demek ki sende bir teknoloji olsa, bir teknik olsa ve o haklarda cık bulmagan olsa, o vaxtda sen üzüp çıkalaysan. Şununla bu kelgüsünde ilimge ve teknolojiye kim iyi olsa, şu emde rahat yaşayalaydı degenge. Yani misalga Uygurlarda mı şunday yuqori teknolojiye iyi olsa, bundan kim ilimge iyi olsa, bu milletin yok oluşu da kıyın emde. Bunu belki bazıları bu Yahudilerin misalını bir iş mümkün. Yalnız da bu işkisi yetmeydi. Yani birisi iktisat güç, ticari kabiliyeti lazım deyiş mümkün. Tamam bolsun, bu mu bolsun? Bu vaxtda da ondan keyin cihanda yaşaş biraz onay bulurdu. Hem de kelgüsünde bu teknoloji pek yüksek bo'lib ketgan takdirde bazen bizningki millet hukmini, o nation yani ulus hukmini, cemiyet hukmini hammasiga bir o'zgartiradigan bir ahvolmi paydo bo'lishi. İnsan oğlu özünün yaratgan teknoloji bilan o'zini o'ltirishmi mumkin. Misalga şu harbiylik jihatdan deydigan bo'lsa, burungi janglarda necha yüz adam, necha ming adam bir jangga kirsa, o'lgan adamning soni ko'p bo'lmaydi. Çünkü o vaqtida o'q bilan, hançer bilan, qilich bilan, şu mizraq bilan urib saldigan gap. Bazıları yaralanıp keyin saqib qilish mumkin. Ama teknoloji yükselgen seri bununla paralel harbiy urush kuchimi, harbiy qurollarma yükselgen. Bağan seri adamni texmi keng ko'lamda o'ldira oladigan qurollar chiqyapti. Hozir uningdinmi shu
keng ko'lamda o'ldira oladigan, ya'ni atom bomba, hidrojen bombadimi jiq odamni o'ldira oladigan qurollarni yasab chiqaryapti. Bu shu texnologiyaning taraqqiyoti bilan bo'lyapti. Shuningga har jangning stili o'zgaryapti. Burundan tortib jangninki uslublari, stillari va jangninki etik, ya'ni axloqiy jihatdan shu texnologiyaning taraqqiyoti bilan o'zgaryapti. Yangilanayapti. Shuningga bu teknolojiyaning yükselishi ve yüksek teknolojiye sahip buluş bu naytı insanoğlu tarihini qaraydigan bo'lsak, naytı mühim bir alan. Ama teknoloji degan narsa şu ilim aslında. İlimninki başka bir belgen bir şekillendi. O normalde devletlerinki qattiq kuch tarafga hesab qildi. Eğer de şu ilim bilen teknolojiye ilgi olsa, qolgan jangda, iqtisodda, tijoratda, hava alem boşluğu ketishda, dengizninki eng tövenge birişimde, şu arplanda veya ki avazninki tızlığından neçe hez tızlıkta bo'lgan qurollarni ishlab chiqarishda hammasi shu texnologiyadan topayli bo'lyapti. Shunga ertugün bu texnologiya kuchlangan siri qo'ldagi qurollar tekima kuchli bo'lgan taqdirda abaqa degan mingninki do'lqinlardan seninki tushunchani ilish va yoki bu do'lqin bilan sening miyangga bir narsalarni kirgizish, sening kallangni chubib buzish degandek hamma nimani qila oladi. Shunga inson o'zininki ijod qilgan texnologiya bilan o'zini o'ldirish mumkin. Izgurmanlar biz bugungi programmamizda Xitoy ishlab chiqargan yoki Xitoyni ishlab chiqarganlik ilgari surilgan ming kontrolchi qurollar haqida mulohaza etdik va uning oqibatlari haqida. Erkim, sizga ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.